O'zbekiston Turkiyaning aerokosmik sanoat kompaniyasi TUSAS tomonidan ishlab chiqarilgan Anka-Siha harbiy dronlarini sotib olish bo'yicha kelishuv imzolagani va tez orada dronlar yetkazib berish boshlanishi aytilmoqda. Bu haqda Turkiyadagi mudofaa sanoati va harbiy aviatsiya yangiliklariga ixtisoslashgan Savunma Sanoyi CT portali xabar bermoqda. O'zbekistonning TUSAS bilan nechta dron va qanday narxlarda sotib olish bo'yicha kelishuv imzolagani bo'yicha ma'lumot berilmagan. Qayd etish kerak, Turkiyaning global miqyosdagi mudofaa sanoati mahsulotlari, jumladan harbiy uchuvchisiz qurilmalar bozoridagi o'rni oshib boryapti. Xususan O'zbekistonga yuborilishi aytilayotgan Anka dronlardan Turkiyada qurolli kuchlardan tashqari Jazoir, Qozog'iston, Tunis, Malayziya, Indoneziya va Chad armiyasi ham foydalanadi. Ma'lumot uchun, bir dvigatelli Anka-Siha droni havoda 30 soatgacha qolishi mumkin va 350 kilogramm foydali yuk ko'tarish quvvatiga ega. Eslatib o'tamiz, 2023-yil noyabr oyida O'zbekiston Qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni Prezident Shavkat Mirziyoyev Surxondaryodagi harbiy qismga tashrif buyurgan hamda unda Turkiyaning Bayraktar TB2 razvedka zarba droni parvozi namoyish etilgandi.